Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan bolalar tasavvurini uyg'otadigan va ijodkorligini yangi bosqichga olib chiqadigan olam sari yo'l olamiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz, kundalik faoliyatimizda doimiy foydalanadigan raqamlar va harflar yordamida oson usulda rasm chizishni. Biz bilan bo'ling va bolalar ijodidagi cheksiz imkoniyatlarni biz bilan kashf qiling. Dastlab 2 raqamidan qushlar rasmini chizib ko'rsatamiz. Demak, suratimiz tayyor bo'ldi. Oddiy 2 raqamidan sayrayotgan qush rasmini hosil qildik. Ana endi 3 raqami yordamida ko'rsichqon rasmini chizamiz. Ana endi harflar yordamida rasm chizamiz. Birinchi bo'lib doskaga A harfini yozamiz. Mana azizlar, rasmlarimiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham bu usullardan foydalaning va bolalar qalbida ijod uchqunini yoqing.